Loji Malika'nın üyü. Hemmanlar bilsanlar gerek. Bu helikli kepsiz Malik şu. O xat yazıvatıdı. Xat yazıp etipdi. Yazgılı xeyli uzun oldu. Lojiga çoğ bolğan siri aql kirivatıdı. Xatga qaraganda rasmni xeyli chiroyli sizid ekanman. Kepsiz Melike ve Buvak. Biroq bu rasm deganda qayvatliq chiqmabdi. Loji. Xata yazıp qo'yibsan, to'g'rimi? Shundoq. Hech qisi yo'q. Cho'qim o'zing rozi bo'lg'idek yozsang andin bo'ladi, shundaqmi? Amal qancha? Loji, o'ylamabdiman. Sana bag'an sir aql kirib etibdi. Acaba o'xshibsizib da? Haqiqatan bek o'xshabdi. Qaltiskan. Qaltiskan, ha? Hey, maqtiqdak neymiş yo'qda? Hech nima. Hey, hozir texi maqtavatatinglar-ku, ha? Men ko'rib baqay. Biroq Chatoq bo'ldi. Hey, ko'rib baqay. Hey, yomon emas sizibdi-ku. Hey? Loji. Oy, Qaşmang. Loji, to'xtang. Voy jon, ajab og'rib ketdi. Loji, tazimi bir. Yanala ot minib anga ibodatxonasiga berib o'ynab kelsam bo'g'idek. Birla ot qopdi-ku. Sen qopsan-ku. Bo'pti. Yo'qdin yaxshi. Oycan. Oy, yetib oldim-ku. Biroz kuchcha. Bo'ldi. Endi bo'ldi. Meni anga ibodatxonasiga olib qo'ymasam bo'lmaydi. Notoq. Amal bo'lmadi. Yanala, menga paraychimi? La 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 la. Suka bo'p qolma yana. Yoqay, o'zi yig'layotdi. Emis xotirjam bo'ldim. Nimandaq umoq? Umoq ketmanglar. Bo'ldi. Voycan, bek umoqkan. İsmi nima tez deb berma. Uyurganingizga rahmat. Ismi Shuji. Shuji? Bek chiroyli ismkan. Kela. Men ko'tarib boqay. Mening o'ylig'inimdan jiq yengilkan.
Үйімізді оныңғы егіздіған түзігірек нәрсін болмағашқа шындақ боп қағанды чоңған қыз. Менің ісмен Лоджи Мәлике, тештіріпсіз? Ондақта сіз бегімнің... Шындақ, мен Лоджи Мәлике болымен. Лоджи Мәлике, сізні бір ішқа авар қысам боламы? Мойын бір нәрсемні өйді ұмтып қаптыкенмен, әкеліп алай. Шужиға қапылмай бірден қарап тұрған болсыңыз. O köpsüz Melike o. Həcəb bir əb vaxtıda kep qapdıqçı mı? Mayaqda maile. Ha? Kepsiz Melik'e. Çataq oldu. Şuji, gep anlığın, mən öyгі beripli keleye. Şuji, apаңғы нем болғанды? Болды, жығылымысаң чо. Болды, апаң işlemeydi қалды. Болды, жығылымысаң чо. Қанда қысып тоқтайсы. Болды, жығылымысаң чо. Лоджи Мәлике, Еші? bu bala... Bu менің әмәс. Oğul şundaq. Nemiş ki bunda qattiq yığılaydıgan bu. Bir yerim ağrıp atamda. Nem boldu? Onun ismi Şuji. Şuji. Şuji? Apsi qarab turg'in degan edi. Şunu muş yerda saqlab o'tiribsiz-da. U tegi bola tursa, Onunğa qil sig'maydi-ku. Şunen aka, ahvolni ko'rdingiz. Mundaq bo'ladiganligini bilgan bo'lsam, Loji Malikini yiqi yo'latmaskanman. Meningcha bu balaning opisi Baknamurat. O çoxum bu balını taşlıb etdi. Loji Melike, onun aldam xaltısına düşüp ketipsiz. hajab bag'irtosh analar bo'ladi ekan, ha? Balkim balını men baqqandan ko'ra Loji Maliki baqsa yaxshiroq deb o'ylagandu. Cho'qim shundaq. Shundoq bo'lgan taqdirdami, bolaga hammadan bak keragi o'z onasida. Yisho, siz bir amal qilib uning opasini tepib bering, ha? Nima da'vatsiz? Bu undaq o'ng'ay ish emas-chimi? Sual. Javob. Kichik bolani nemishga og'zidan sut purmasimi sut puraydi deydi. O'g'irning qo'li tiz bo'lsimi, nimishquni agir deydi. Mana bu to'g'ri bo'ldi. Bir amal qilib uning opasini tepib beringchi. Taschimi? Bo'ldi qilinglarchi, balaning chiroyi sarg'ayib ketdi. Meningcha onun opisi çoxum Baknamurat. Şoňa balasını taşlıb etgen. Undaq namrat bo'lgandan keyin bolani tug'maslik kerak-da. U rostila tashrih xotinkan. Munda qısan bo'lmaydi o Yisho. Süt berdingmi? Ha, bu yoqqa manganda bir bola boqquchi emitgan edi. Qo'sig'i oshqonliqdan emaskan-da. Menimcha, opasining gapini qilganligimizga xafa bo'lyotidi-ku deyman. Bo'ldi. Bo'ldi. Shig'lama, gap og'a. Sevitto, bir ara bağını bekar emaskan. Yeshu aka, qarab yiqni bir apachilatdi bormikin? To'xtang. Aslida mundaq ishganda shoyizi qaltiskansiz-jimi? Keyin qatam menga yog'liqni qanday artishni o'rgatib qo'ying, ha? Yog'liq emas, Soka, yog'liqni bu yerga chigimiz. Ishqilib, ancha farqlanib ketmaydi. Yeshu aka, bu balni qanday qilsak bo'la? Ha, sizdan qanday qilsak bo'la? Voyjon. Yisha, siz uning dadasi bo'lsangiz bo'ladi-ku. Men dadasi bo'lamanmi? To'g'ri, qo'shilmamsiz? Hargiz bo'lmaydi. Chunki men rohib tursam, bola bequvog'isi bor, birasi bequvog'an bo'lsa bek yaxshi bo'ladi, ha? Beqib oladigan odammi, namrat bo'lsichu. Beqib oladigan odam chiqsa, cho'ng ish. Loji Maliklar bequvosichi. Yaxshi bo'ldi, bu yaxshi gap. Undaqda dadingizga qandoq deysiz?
bo'lsam, uni xafa qilmaskanman. Qaraganda uningga degili bo'lmaydigan o'xshaydi. Nim bo'ldi? Bu mening majburiyatim. Hozir men o'ylab olay. Topdim. Ta'sir qildi. Shoyiz, sizga va'da beramanki, ati cho'qim shujini birsi ep ketadi. Luji Malika, rasmi? Ha, xotirjam bo'ling. Menga topshiring bo'ldi. Ammo bugun oqshom xafa bo'lmay, sizlar qarab tursanglar. Chataq yo'q. Yishu, men ketdim-amsa. Xo'sh, Ma'qul Luji Malika, yo'lda qarab men. ma'qul, at kelaman. Allay itib qaynanamning uyiga borman. Qaynanam, umma qozam tez uxladi. Allay itib qaynanamning uyiga borman. Qaynanam, umma qozam tez uxladi. Yisho! Yesho! Yesho! Ha? Aldırmanglar. Arameli olay. Birden arameli olay. Qandaqsan Gon? Bo'ldimi? Kuchman, yanıma yangilarek bo'lsin. Janobi Sanğun, sizga ma'lum qiladigan muhim ish bor edi. Qandaq ish bo'lsa, ati degan qilishvozlik qilayotganligini ko'midingmi? Biri siz bilan ko'rishgili kelibdi ekan. U birdam saqlab tursin. Tatilmang. Men siz bilan o'ynab turaman. Men keldim. Nemishqa baldurroq demaysan? Sizga daydab turishimga u Bak kechikding. U kep bo'ldi. Dandanang. Luji Malika, bir ish bilan kelganmidingiz? Shinyovimin, siz bek yamankansiz. Nadikini epek maqtab etdingiz. Albatta shundoq bo'ladi-da. Shinyovimin apandi degan katta arbab tursa. Undaq deb ketkilim bo'lmaydi. Uningmi yomon odamlar bor? Loji Malika mundaq degan ekan, zodi kim yomonkan bir ko'rpaqaychu bu yoqqa chiqib musobaqaga tushib baqsin bo'lamdi. Musobaqada biz taraf yengib olsa, janobi Sanğun uning mahkamadan amal beramsiz. Albatta shundoq bo'ladi-da. Biz shundoq bitishdik. Yishu, shujin akiranga tez bo'ling, tez akiring, tez. Yisho, Luji Malika degan katta arbab mushuma? Mushu katta arbab? Onunga qil sig'maydi. Luji, uni toza sova bulamdi. Vaycan, vay aynadim bundaq musobaqa bo'lsin. Gap Allah, bo'ldi yig'lama. Bo'ldi yig'lama. Vaycan, u meni uryapti qo'y. Vaycan. Men yaxshi bo'ldi. Appa qola yig'lama. Bo'ldi yig'lama. Voy, Yisho, men yengildim. Yengilganingizga tan bering. Janobi Sanğun, belgilim bo'yicha katta arbab shujiga mahkamadan amal bering. Odamning yuzini bak tushiribdingiz. U birni siyib sizni rasvo qildi. Nonqipi. Janobi Sanğun uning suydiga og'zimga kirib ketdi. Ko'zingizga kirib ketsa-mi, chitab turishingiz kerak-da. Bildim. Shinyovimin, tezdan zaksini yetkib eting. Nima? Zaksini yetkib eting? Bo'ldi, qo'zam yig'lama. Gap angla. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi. Bak o'lib ketibdi. Zakonni yetkab qo'yay. Voyjan!
Şu, ne buldunuz? Hecep tuyuksuzla cim bok kaldınız-ku. Muşundaq qilsaq, Shoji baxtli bo'larmi? Appa kozam. Ay, siz bek bir hastalık kılıdı ekansiz. Siz Ben götürün Shoji'ni ha. bek bir demek. Shundaq emasmi? Oo, bo'ldi, kozam. Yig'lama. Ha, kela. Ha, kela. Oyimcha, shu vaqt ko'rgan heliqi ayol cho'qim shu bolaning opisi. Shinyoveymen. Ha? Shinyoveymen. Siz Shoji'nin apisini ko'rganmi? Ha? Shundaq. Andaqda nemiski onun apisini tutolmaysiz? Bo'ldi, Malika. Shinyoviminni ayblavaman. Aras, isho, sizning biror amalınız yo'qmi? Isho? Bu... Hozir bütün ümid sizda qoldi. Bo'ladigan bir amal bor. Qandaq amal bor? Albatta Shojining opisini topadigan amalda. Apisini tapqili bo'larmi? Shinyoveymen, sizga topshiradigan bir ish bor edi. Loji ishkinglar darhol Ango ibodatxonasiga bir berib kelsanglar. Nim qilib boramiz? Loji Malika, dadingizni bak o'xshitib sizib tikansizg'u, esingizda bormi? Onun nimaga foydasi bor? Sizning Shojining opisining bir parcha rasmini sizib chiqishingizni umid qilaman. Bo'lamdi? Biroq uning chiroyi ancha esimda qolmabdi. Shinyoveymen, ishkinglar shunyalar bilan birlikda aslab yiqinglar. Ha, yanala Yishu aqlliqkan. Shinyoviman, qilishvozlik mashqini boshqa bir kuni qilayli. Siz darhol Yishu bilan Ango ibodatxonasiga bering. Xo'p. Janobi Sanqun, siz bugun bek unluq bo'lib ketibsiz. Boshqa bir kuni kelib siz bilan qilishvozlik mashq qilay. Bo'ldi, sizdan tilanglig'im yo'q. Voyjon! Sizib chiqqan taqdirdimi, shahar shuncha cho'ng tursa, nadin topqili bo'ladi? Yo'q, biz butun shaharni izlab chiqmaymiz. Amiz qanday qilamiz? Shojining opisi cho'qim ma'lum bir yerdan chiqib qolishi mumkin. Apisi nerede? Loji Malikaning uyida. Mening uyimda? U bolani sizga bergandan keyin bolaning joylashganligini ko'rmay turib yiroqqa ketmaydi. Cho'qim uyingizning atrofida. Bu insonlarda bo'ladigan hissiyot cho'qim shundoq bo'lishi mumkin. Demasam shundaq. Bo'ldi, Loji Malika, siz sizib bo'ldingizmi? Hammasini yig'ib ko'rib boqay. Hammasi yaxshi sizlibdi. Mau ayolning ingiki. Ko'zi biraz marasimdikiga o'xshabdi. Shundoq. Shundaqkan, mushu rasmdagi ko'zni olaylik. Ma'qul, men qiyib chaplab andin sizlarga beray. Shoyiz qilayotgan qiyib chaplash xizmati hozirgi saqchilarning qashqin jinoyatchilarni tutadigan vaqtda qiladigan qiyib ratlash xizmati. Rasmni nurg'un odamlarning aslimasiga tayinib sizsa, bir odamning aslimasiga tayinib sizgandan texim aniq bo'ladi ekan. Bo'ldi, putibdi, ko'rib boqay. O'xshashgan. Bo'ldi, darhol bir nechini sizib chiqayli. Chingnen, bu ishni seni avara qiladigan bo'ldim. Sana topshirdim. Xotirjam bo'lg'in. Yisho. Ha? Navada balaning opisi balani ko'gili kelmay qolsa. Yo'q, ishni keyiniga tortmayli. Yisho, sen avval chiqib qarab boqqin. Ustoz, men hozirli chiqib qarab boqay. Bo'ldi, men mu atrofga qarab boqay. Ma'qul, sizni avara qiladigan bo'ldim. Men sol tarafga boray. Men o'ng tarafga boray. Bu yer bo'lish mumkin emas. Rasmdagiga o'xshashgan. Jin! To'xtang! To'xtang! Qutqizinglar! Qutqizinglar! Adam babo!
Şuma. To'g'ri, men shu. Tezdan berib Loji Malikini qutuldirib eling, o'tinib qolay. Bo'ladi. Loji Malika, birdam saqlab turib, sizni hozir qutqizib olaman. Loji Malika, buni esiling. Bo'ldi, topdim. Ehtiyot qiling, ha? Loji Malika, xil eg'ir ekansiz, juma. Sinyovimen yana bir aylan tushib ketdi. Loji Malika! Behzat ish bo'ldi. Rostalla undaq qilmasligim kerak edi. Quchug'imda bola bo'lg'ashqa ish topolmagan edim. Shong'ini tashlab o'tgan. Sizlarga avorchilik sep qo'ydim. Bundaq demang, janobi Song'unning o'rlashtirishi bilan Shuji xizmatlik bo'lib qoldi. Uylanchiksiz qolmaydi. Shundaq. Bundan keyin mundaq ahmoqlik qilmayman. Menimcha bu taqdirning o'rinlashtirishi. Bundan keyin xohlagan vaqtda Ango ibodatxonasiga kelsangiz bo'ladi. Rahmat sizga, rohib kalon. Bak yaxshi bo'ldi, Shuji. Shuji! Xo'sh! Shuji! Xo'sh! O'zingizni ko'proq asrang! Shuji! Xo'sh! Shuji! Shuji! Loji Malika, siz Shuji! Uni bir ko'tarib olsam bo'lamdi. Men bir ko'tarib olaychi. Shujiga amroqlik qilganingizga rahmat. Loji Malika. Shuji! Xayr xo'sh. Shuji, pat bizni kegili ketib turgan bo'lamdi. Dada, oppa, burun bek bang'oshlik qilib ekanman. Yishu aka? Ha? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休のお使いで天橋立までのんびり一人旅いいわねと思ったら新右衛門さんが追いかけてきて二人旅になっちゃったの一休さんがっかり新右衛門さん大喜びさあこの二人旅どうなるかしらね次回一休さん2匹の猫と急がば回れをお楽しみに東京
chiroyli. Bu asma ko'rikkan. Rostla bek chiroylikan. Yishu ustozining buyruqi bilan Ro'shaga keldi. Dengizga qaragan Ro'sha qo'ltig'ining manzarasi bek chiroyli. Bo'libmi uning ichidagi asma ko'rikning bu atrofda nihoyat danqi bor. Shinyobimen uqib qalsa, cho'qim baxap bo'lib ketadi. Onunğa demeyli keldim. Yalğız yürsə, bak qiziq bo'ladi. Shundaq emasmi? A? İki aslan. Kim gapimni qilyotgandi? Keldi. Yishuning Ro'shaga ketganligini hargiz demaymiz, Jumo. Shinyovimen apandi, xayrli sahar. Xayrli sahar. Yishu qani? Ustoz uni sirtqa chiqib kirgan edi. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, yarim soatlardan keyin kelarmi? Yo'q, qachon tushdan keyin kelamiki? Shundaqmi? Amisa tushdi kelay. Hey! Uqdinglarmi? Yishu Ro'shaga ketdi. Starbaşlı qarmamdı. Meni aldapsizlar. Shunyan, Munyan! Qaşma! To'xta! Nemish bo'lganda? Chiqib meni oldig'idek bo'ldingmi? Hey! Savol. Ne? Javob. Sizdan so'rab baqay. Har qanday ibodatxonada 4 xil narsa bo'ladi. U nima? Xili qiyinkan. Qandaq? Sharq, g'arb, janub, shimol. Har qanday bir ibodatxonaning sharq, g'arb, janub, shimol tarafi bo'ladi. Yaxshi javob berdingiz. Shinyobimen apandi. Bo'ldi qiling, men to'nib oldim. To'nib oldingizmi? Roiblar qandaq deganda gaplarni qilmaydi. Faqat sizlardagi yasavullarla deydi Shinyobimen apandi. Bilib oldingiz, Yishu ustoz, to'g'rimi? Amsi men ketdim. Bilaman, siz meni tashlab o'tmoqchi, ammo unda qilolmaysiz. Shinyobimen apandi. Men bo'lmaydi. Mening sizni qo'g'dash vazifam bor. Unutib qoldingizmi? Qachonmi o'zim yolg'iz harakat qiladigan vaqtlar kelar. Voy jon. Yomg'ir bek yig'ib ketyapti. Yishu tez bo'ling. Meningcha, uyga kirib yomg'irlik so'rab baqaylik. Bo'lamdi? Uyda odam bormi? Odam bormi? Nemishinglar baslar roibmi? Kechiring, yomg'ir bek qattiq yig'ib ketyapti. Ikki yomg'irlik o'tni olaylik degan edik. Yağmurluq şal paxılıdan yasaladigan yağmurdan mudofiyalanish qurali. Yağmur yaqqan kunlarda puhralar ishlaverdigan bo'lg'ashqa, mushu yağmurliqni yepinib olmasa bo'lmaydi. Men shal demadim, yomg'irlik dedim. Shal paxılıdan yasalgan. Shinyobimen, uning shalni baginidan qaraganda berib turg'idek yomg'irligi yo'qkan. Asli mundaqkanda, uqdim, tushundim. Maqsad shu oldi, kechiring, Oldinglarda uy yo'q. Ikkinglar yomg'ir to'xtig'icha mushu uyda o'ltirib turanglar. Bo'ladi, sizni avar qiladigan bo'ldik. Bir naqshi bor edi, bakli danliq. Mush ishqa nihoyat o'xshab ketadi. Garchi butun yerda gullar echilib ketgan bo'lsa-mu, yana hech qanday natija chiqmadi. Odamning ko'nglini yerim qilib. Ta'limimiz bor ekan. Bo'lmasa bunda qattiq yomg'irda qandaqmi qiladiq deyman. Shuni deyman, sizga ko'p rahmat. Yishu, o'ylab baxmagan bo'g'idingiz. Mushturqingiz chiroyli ekan, Juma. Rasma. Rahib? Astanada intayin danqi Yishu aslida sizkansizda? To'g'ri, bu atoqli Yishu degan shu. Biz savol so'rashaylik. Ma'qul, savol. Bo'ldi, Go'ila. Sen bu atrofda intayin aqlli hisoblansanmi, biroq yana Yishuga yetmaysan, Juma. Nima? Sinishib baxmay turib, qanday belgili bo'ldi? Amisa, men avval so'ray, bo'lamdi? Siz degan uning hamroyi tursiz, biroq hech qisi yo'q. Men avval savol so'ray, obdan anglang, Savol. So'ravering. Javob. Nim bu, xuddi so'qishayotgandeklar. Bir xil hayvon bor, kechgacha uyqusi qolmaydi. Qaysi hayvon u?
hechkichi uyqusi qanmaydigan. Cevabı. Ha, bildim. Toshqan. Uyqusi qanmasa ko'zi qizirdi. Toshqanning ko'zi qizil. Yanılıp kaldı. Bek oңай ekan. Hamroyingiz savolni o'ngshab so'rayolmaydi ekan. Yishu, biz deyishib baqayli. Savol. Javob. Mayli qanchalik ko'n kiyim kiysin yoki chiroyli kiyim kiysin, kiyimi o'xshashli ko'rindi, o nima? Bu biroz taskanchimi? Mening qandaqligimni bilgansiz, sizmi tayinli ekansiz? Soya. To'g'ri, savol. Mushagichi bo'lsin go'yla. Yishuni hargiz yengolmaysan. Biroq talada shivirgan chiqyapti. Shivirgan to'xtig'icha mushu yerda orom elinglar. Rahmet, sizni avar qildik. Sizni avar qildik. Shamol bilan yomg'ir shiddatli shivirg'anga aylanib, 3 kunduz to'xtamadi. Oldingizda baxijilman. Sizni necha kun avar qilib atdik. Yordam qilganingizga rahmet. Ishqisi yo'q. Sizlarni moyat uzrak kutanmadim. Aras yishu. Sizlarmi bozaq barsizlar deyman. Bozordagi Zongyan ibodatxonasiga boramiz. Ammo bu guruchlarni shaharga opirman. Shivirgan nurg'un vaqtimga daxl qildi. Rostli bek chatoq bo'ldi. Amsa birga borayli. Dada, shivirgan yengili to'xtadi. Ams ehtiyot qilganjimi? Bilaman. Kutganingizga rahmat. Qaytganda yana kiringlar, sizni yana sinab boqaman. Bo'ldi, sinamang. Bo'ldi, sinamang. Hamroyingiz obdan mashq qilsin. Bu at qerib qolgandek qiladi. To'g'ri. Qarag'anda bu safar uning eng oxirgi safari bo'lib qolgandek. U og'andan tatib hozirgacha to'xtamay ishlayotdi. Hozir qarasam, bu ot qerib qopti. Qerib qolgan bo'lsa-mu, ostimon g'uzib ishlatsangiz, yana ishlatkili bo'ladi-ku. To'xtanglar. Nimesh? Yangi yo'l bilan mangmayli, ko'n yo'l bilan mangsak yaxshiroqmikin? Nimishqa? Meningcha yangi yo'lda chatoq chiqadi. Yo'q, yangi yo'lni yaqindala yasagan. Efendi, bu görüşlerini tezden atamısınız bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri, yaxshisi kech kirib ketgich shaharga berib olayli. Shahardagilarning ko'pinchisi tamoq etish uchun mush guruchni saqlayotdi. Amsa, ko'ni yo'lda mangsak eng bexatar bo'lg'idek. Biroq ba'zi vaqtda yaqindikini tashlab yiroqdikiga intilmasi bo'lmaydigan ishlar bo'lib qoladi. Bo'pti, men amsa siz degandek qilay. Hey, biz ko'ni yo'l bilan mangayli. Hey, sizlar ko'ni yo'l bilan mangamsizlar? Shundoq. Siz rastla dötgansiz-ku, ko'ni yo'l yangi yo'ldan ikkasi yiroq tursa. Biroq yangi yo'ldan jiq chatoq chiqib qolishi mumkin. Nima bunda ish bo'lsin? Bu yo'lni yengil yasagan tursa, sizning mang'ingiz bo'lsa, menga bering. Qir'at ko'ni yo'lda menga odatlangan deb yiqinglar, to'g'rimi, ha? Amsa biz mangdiq. Bu yolda olmak acayip teskin ha. Ras, ben bu bek yerip kettim. Bu yol burundunla ba, to'g'rimi? To'g'ri. Men tug'ilmasdila bar ekan. Amsa, hargizmi tog' gömürilib tushish xatiri yo'q-kanda? Albatta yo'q. Kishilar hozirgacha mush yo'lda menib keldi. Undaq ish bo'lmaydi. Yaxshi, amsa xotirjam bo'ling. Çöp! Ular ko'ni yo'lda menib ulguralishi mumkin emas. Çöp! Yeni yol bilen mangan bolsak, berip bulattık. Aldırmana. Bop demise. Men yetiyen kentideki Caci. Sizning bunda tez keldiganligingizda o'ylamabdi ekanman. Boshqa kentliklar kelib bo'lamidi? Bak tez kelibsiz. U yangi yo'l bilan mangango. Tog' go'mirilib yangi yo'lni to'sib olg'ashqa faqat mang'ili bo'lmabdi. Aslida mundaq ekanda, elimi yaxshi biz ko'ni yo'l bilan mengibdimiz. Sizlar bak inchikkansizlar. G'amxo'rligingizga rahmat. Biroq sizlar nemishqa ko'ni yo'lda mengish qaroriga kelib qoldinglar. Yishu ustozning gapiga kirib, biz
Yişo ustaz! Caçı efendi. Yişo ustaz, sizge köp rahmet. Sizning gipingizga kirib, ko'ni yo'lda mang'ashqa görüşnün vaqtida ep keldik. Bek yaxshi bo'pti. Manga 500 yamak inan berdi. Yeni meni davamlıq işletiverdigan bo'ldi. Buningga bir at setib ag'il bo'ladi. Bek yaxshi bo'pti, Caçı efendi. Siz bo'lmagan bo'lsangiz bu pulni ololmaydim Yişo ustaz. Sizga qanday rahmat deyishni rasli bilmayapman. Bo'lma sizning Yeshoga ishonganligingizdan bo'ldi-da. Yisho! Yesho! Yisho! Ha? Aldırmanglar. Aldırmanglar. Aram elib olay. Birdan aram elib olay. Xo'sh. Shinyobimin 3 kun kechikib ketdik. Tez mangayli. Ma'qul Yesho. Aras Yesho. Tag gömürildiganni siz qanday bilasiz? Amaliyotda nima bilmayman. Yangi yasagan deganni anglapla. Cho'qim nurg'un taraflarda masala bor deb o'ylagan edim. Chunki yomg'ir paq qattiq yog'di. To'g'rimi, Shinyobimin? Onun ustiga yangi yo'ldan kelayotgan bir odamni ko'midik. Yangi yasalgan yo'l tursa, shuning bilan ko'nglimga cho'qim bir chataq chiqdi degan o'y kechdi. Meningcha yangi yo'l yo'sash haqiqatan xato ekan. To'g'ri. Shunga mushundaq ahvollar bo'ladi. Qaraganda tabiatga qarshi ish qilishga bo'lmaydi ekan. Zongyan ibodatxonasiga ketdik. Buni rahibkalarga topshirib bering. Xotirjam bo'ling. Aslida bugun oqshom sizlarni qo'ndirmoqchi edik, ammo darhol ma'musanglar bo'lmag'idek. Darhol mangimiz. Biz bu yerga shundoq uzun minib kelgan tursak, hech bo'lmasa, Shinyobimin. Raib qalan, gapingizni anglaymiz. Shahardan bir elchi xata kelibdi. O'ylig'inimda chiqdi. Qandaqli bo'lmasin, siz cho'qim bir berib kelmisingiz olmaydi. Men Siz guruchni tez akab berdingiz emasmi? So'ng rahmat etish yuzidan tamoq taklif qildi. faqat mening guruchni tez akilib berganligim uchunmi? Bu faqat bir bana. Meningcha ular mushun bana qilib siz bilan aql sinashmoqchi. Bu zodi qandoq ish? Bu ishni biz rad qilamasmizmikin? Onun ustiga ular sizlarning ibodatxonamizga kelganinglarni beradi. Amal yo'q, bormasak bo'lmag'idek. Bormasanglar bo'lmaydi. Haras, Yusuf degan faqat tarbiya ko'rmagan odam. Ko'nglinglarda tayyorlik bo'lsin, juma. Uqdim. Yisho kamg'o. Janobi sanog'undan doim gapingizni anglaydim. Qandaq men bilan aql sirish baqamsiz, ha? Gerçi fursat tasdiqlagan bo'lsa-mu, men hozir safar ustida. Shunga Nima dedingiz? Janobi sanog'un bilan aql sinasangiz bo'ladi ekan, o men bilan bo'lmamdi ekan, ha? Raib qalan to'g'ri aytibdi ekan. U rostla tarbiya ko'rmagan ekan. Meni ko'zga ilmov etibsiz-da. Yo'q, undaq emas. Bo'ladi. Aql sinishayli. Yaxshi bo'ldi. Savol. Javob. Sabr degan so'z qancha xatdan tuzilgan? Esinglarda bormi? Burunmi mushundaq savol so'rilib baqqan. Yisixu qanday javob berdi ekan? 2 xatdan deydisam, penyeni 4 harfgan. 4 harfgan deydisam, xanzucha 2 ekan. Tapiqinglarchi, qaysinglar javob bera olasizlar? Bo'lmaydi. Navoda boshqalarning aqlidan foydalanilsa, savol javob bo'lmaydi. Qanday gap bu? Hamroyingiz bilan men bir qatordagi odam tursam. Biz savol javob qilyapmiz. Ochiqlanadigan ishingiz bo'lsa, biz kessak bo'lg'idek. To'xtang. Hamma ayib menda. Buningga javob topolmadim. Men 2 xat desam, siz 4 harf deysiz. Men 4 harf desam, siz 2 xat deysiz. Uningda qanday bo'ladi, ha?
Bir xat. Ham mundaq bo'lishi qat'iy mumkin emas. Odam sabr qilishda irodaga tayinadi. Iroda bo'lganda har qanday masalaga javob topqili bo'ladi. Iroda muhim. Pah, qaltis yamankansiz Yesho, qaltiskansiz. Bo'ldi, endi menga keldi. Savol. Javob. O yung ipning uzunligini bir hisoblab beqing, ha, Yesho, ha? Uning hammasi yung ipmi? Shundaq, hammasi yung ip. Undaq bo'lsa, oson ishkan. Menga bir taroz aka beringlar, bo'lamdi. Xo'p. Kechiringlar. Bu yung ipning uzunligi taxminan 180 chi atrofida. Nima? Qisqagina vaqt ichida uzunligini qanday o'lchab chiqib bo'ldingiz, deb beqing, ha? Amsa o'zingiz o'lchab beqing. Kelinglar, gazni olib kelinglar. Cho'qim, qarisi qiladi dedi. Natija chiqdi. Rasululloh 180 ekan. Nima? Karamatgansiz Jumo Yesho, qo'l qo'ydim. Siz zodi qanday hisoblab chiqdingiz? Mundaq hisoblab chiqdim. Taxtayning uzunligi 6 chi keladi ekan. Andin bu bo'lak ipning ig'irligini o'lchaymiz. Kalla ipning ig'irligini o'lchaymiz. Dal uning 30 assi atrofida keldi. Yung ipning uzunligi 6 chining 30 assiga teng bo'lganligi uchun 180 chi bo'ladi-da. Men mushundaq hisoblab chiqdim. Amsa, yana bir savol so'rab baqay. Savol. Javob. Ava ishki mushkani bola. Qaysi anasi? Javob beramadingiz-ku. Yengilganligingizga tan bering. Mushuklar, kelinglar. Bu beliqni yanglar. Yesho, nima qilyapsiz? Bu sizga olib qo'ygan beliq edi. Buni raiblar yesi-yemisi o'xshash. Shunga mushukka berib etdim. Yanglar. Amsa bo'pti. Qaysi anasi? Hozir beliqni yemay turgan avsi, anasi. Anna degan rastola bek ulug'. Avval bolasiga yugizdi. Odam bilan mushuk o'xshash. Yesho, qaltiskansiz Jumo. Qaltiskansiz degan gapni boshqa uqmamsiz. Tepag'an gapingiz bo'sh oladimi? Zerikmadingizmi? Men bu qiziqganman, ha? Yesho, sizga qo'l qo'ydim. Xijil bo'lma. Onaning qo'liqligini deganingiz esimga keldi. Yesho, opangiz obdan turib-atamdi, ha? Rahmat, shafqatingiz bilan obdan turib-atdi. Bu dangliq yerlik tovar. Sizga sovg'a qilaman. Ilanga Yesho. Rahmat, opam cho'qim xush bo'ladi. Rost. Yesho, osma ko'rikka bordingizmi, ha? Kelashimda borgan edim. Biroq osma ko'rikka qanday qaraganda eng chiroyli ko'ringanligini bilamsiz, ha? Yo'q, bilmaydi ekanman. Deb bering, ha? Amsa, men deb beray, ha? Osma ko'rik, ta'tir qarsa bek chiroyli ko'rinadi. Sizmi qilib beqing, Yesho, ha? Rost debsiz. Qo'ro, texmi chiroyli ko'rinyapti. Rostmi? Men hajab uqmaydi ekanman. Mening qo'royim yomon emaskan emasmi? Men bu qarab baqay. Voh, bak qiziq bo'ladi ekan, ha? Odatda ko'rib turgan narsalarni, ko'rish usulini azroqda o'zgartirib ko'rsak, uningda o'zgarish cho'ng bo'lib ketadi. Yesho. Yeshimi kapti-ku.
Nim bo'ldi Yeshu aka? Shinyovimen appandishkinglar bakla g'alati bo'lib qopsizlar-ku. Bizmi hozir keldik. Yeshu, sizlar zot nima ish qilyapsizlar? Munda qarasa, Amgo ibodatxonasi bek haybat ko'rinadi ekan. To'g'rimi, Shinyovimen, ha? Rastola bak hayvat ko'rindi ekan. Rostmi? Menmi qilib boqaychi? Eh, Bek haybat ko'rindi ekan. Rostla, shundan sizlar qarab yiqinglarchu. Rostilla shundoqkan. Bak hayvat ko'rindi ekan. Yeshu, bunda qarashni nereden o'rganib kelding, ha? Bak qiziq bo'ladi ekan. Asmi ko'rikki ta'tir qarasa, texmi chiroyli ko'rinadi deb anglagan edim. Shunga Amgo ibodatxonasini qandoq ko'rindi ekan deb menmi ko'rib boqdim. Gerçi konu bo'lsa, mundaq ko'rsa chiroyli ko'rindi ekan. Nim bo'ldi shuniyan? Sana ibodatxona bek koni bilinyapamda. Yo'q. Meni demoqchi bo'g'dim. Yeshu, derhal amal topa. Men hech nimani bilmayman. Biroq ustoz, munda qarsam siz xili chiroyli ko'rindi ekansiz jimi? Ras, roib kalan bek chiroyli ekan. Rasma? Shuniyan, Yeshu! Sizlar nima deyishyapsizlar? Kechiring roib kalan. Qilinglarchu. Ketsi shumtaklar. Qarab turish, men qandoq jazolaymankin, ha? Bu ikkinchi qitim qalli ishim. Ajab bir. Men qilib boqaychu. Voy! Yeshu aka? Ha? Mushagichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休修練さんがお使いの帰りに不思議なおじいさんからおかしな絵を描いてもらったんですってそのおじいさん将軍様にも宝のありかが書いてありますって謎めいた絵を渡したりするのよ